Assalomu alaykum. Mana bugungi ishni ham boshlab oldik. Qayerdan keldinglar? Yashnobod tumani. Yashnobod tumanidan. Mana hop, limfa bezi shishgan ekan bolalarida. Mana tekshiruvlar qilib kelganlar hammasini. Qachondan beri shishgan limfa bezi? O'g'lim tez-tez shamollaydigan bo'lib qoldi bir yildan beri. Hop. Shu doim Sanpiga больницаga olib borardik. Doktorlar ko'rib lichina qiladi, yo'tal juda kuchli bo'ladigan bo'ldi shu bir yil ichida. Kechqurunlari uxlamasdan yo'talib chiqardi, qiynalibdi. Temperatura oshib ketardi, 39-40 gacha yetadigan bo'lib ketardi. Shu faqat dori-darmon bilan skor chaqirardi postoyanliga. Bir marta o'sha skor olib ketdi больницаga, Yashnobod tuman больницasiga olib ketdi-da, o'sha yerda bir haftacha kuchli temperaturada yo'tal bilan yotib davolandida. O'shandan keyin limfa bezlari ishib qoldi. Kasallikning hisobiga. Undan keyin lichinadan keyin ham qaytmadi. Yo'q. Endi shamollashlari yaxshi bo'ldi-yu, o'sha limfa bezi ishga qolib ketdi-da. O'shani gapni ochiq boshida qo'rqdik, endokrinologiyaga bordik. Ular ham ko'rdi-da, endi ozgina buqoq bor ekan, endi hammada bor, O'zbekiston sharoitida hammada bo'ladi dedi. Gematologiyaga ham bordinglar. No rezultat yo'q lichinalarda. U lichinalarni qilyapmiz, lekin o'sha limfa bezlar qaytmayapti. Keyin o'sha Sanpida bitta lorga bordik, ular ko'rdi-da, gematologiya bo'limiga yubordi, ular xulosasini olib keldi. U yerga ham bordik, analizda topshirdik, aytgandan hamma narsasini qildik. Bizdan tomondan hech qanaqa muammo yo'q deb aytib beryapti. Lor ko'rigi deb yozib beryapti faqat. Biz undan boshqa ham bir ikkita lor doktorlarga bordik, chasna klinikalarga, ular ko'ryapti, biz mana yerda davolayman deydi. To'g'ri-da? Ham yo'q limfa bezda ko'proq. Xullas shunga doktor topa olmay qiynaldik ochig'i. YouTube'da ko'rib qoldik. YouTube'da shu sizda nimangiz ko'rib qoldik-da. Rezultatlarni ko'rib kelyapsiz. Rezultatlarni ko'rib shunga bir endi ixlos qilib sizni bu YouTube'dagi nimalaringizni videongizni ko'rganimga ham ancha bo'ldi. O'shanda keyin sizga telefon qildim, bir ikkita analizlar aytdingiz, mana shularni topshirib olib kel birdan degan bo'lsam. Prosta kelganman foydasi yo'q, analizlar bo'lmasa bari bo'lmaydi-ku sizga. To'g'ri aytyapsiz. O'shanga analizlarni hammasini topshirib aytganingizdek qilib, undan keyin men hayit bayram bo'lib qoldi, bayramda ko'rishamiz degandek, bugun nasib bo'lgan ekan keldik. Hop. Bu o'zim to'g'rilab olaman. Men sizga tushuntirib beraman limfa sistemasini. Hozir qanaqa turibdi? Hop, qarang, bu limfa sistema o'zi mexanizmini tushunib olaylik. Mana bu qon tomir.